Nega har bir insonga Makka ga borish nasib qilmaydi? Nega minglab insonlar Ka'bani ko'rishni orzu qiladi, ammo unga faqat ba'zilargina yetadi? Bu tasodifmi? Yo'q. Bu Allohning tanlovidir. Olimlar aytishadi, Allohning uyiga faqat uning o'zi taklif etgan bandalar kiradi. Makka turistik joy emas, bu yaratuvchining uyidir. U yerga faqat ruxsat etilganlargina boradi. Qarang, qancha odam pul to'playdi, hujjatlar tayyorlaydi, ammo oxirgi paytda hammasi bekor bo'ladi. Ammo shundaylar ham borki, u safarni hatto rejalashtirmagan bo'lsa ham, Alloh unga bu imkoniyatni beradi. Nega shunday? Chunki Alloh qalblarini tanlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: Umra qiluvchi ziyoratchi Allohning mehmonidir. U zot ularni chaqirdi va ular javob berdilar. Agar ular undan bir narsa so'rasalar, Alloh ularga beradi. Agar mag'firat so'rasalar, Alloh ularni kechiradi. Makkaga borish bu oddiy sayohat emas, bu Allohning taklifi. Agar siz Ka'ba oldida turishni orzu qilsangiz, chipta, mehmonxona yoki qulayliklardan emas, qalbingizdan boshlang. Chunki eng katta baxt bu Allohning chaqirig'iga labbayk, Allohumma labbayk deb javob berishdir. Allahumma umratan. Labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. So'rayman, gunohkor qo'llarim ochib, ko'changda kessaydim yayrab dilginam, Ka'baning toshini yurakla quchib, qaniydi sog'inchning dardini aritsam. Suyugim, sarvarim Rasulullohning yonlarida turib aytsam salovat, ketardi tashvishi butun dunyoning va qalbim topardi bunda halovat. Sahobalar bosgan tuproq kaftiga boshimni qo'ygancha orom olsaydim, Makka yu Madinam orzusan menga, chorlasang borsam u senla qolsaydim. Gunohlar boshdan-da ketdilar oshib, sening sof isingdan poklanay men ham. Suratingni ko'rib ketaman jo'shib, Zamzam suvlaringdan ichsaydim shu dam. Allohim, sen mening ishongan tog'im, suyangani sendan boshqa suyanch yo'q. Marjonlarga to'ldi ko'zi qarog'im, vujudimda yonay deyapti bir cho'g'. Menga nasib ayla diydor vasfini, qaniydi yashasam uying yonida, biri bo'lib baxtli Makka ahlini har tong uyg'onsaydim baxt ayvonida. Rasulim, men sizni yomon sog'indim, yomon o'tib ketdi yurakdan alam. Yoningizga bormoq uchun yalindim, zora yetib borsa Robbimga